rahmati maktabimiz direktori Rajibayeva Muhabbatga bersin. O'quvchilar, avvalambor barchangizga kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Oilalaringizga tinchlik, totuvlik, mana shunday farzandlaringizda kamolni ko'rib yurish nasib etsin. O'qituvchilarga ishlaringizda rivoj tilayman. Mana bugun maktabimizda savodxonlik bayrami, ya'ni Masharipova Muhabbat opa va Rahimova Zubayda xonlarning birinchi sinfga mana shu ilk qadam qo'ygan vaqtda oppoq qog'ozday bo'lib kelgan mana shu o'quvchilarimizning 2 chorak davomida olgan bilimlarining mahsulini ko'rish uchun mana shu bugungi savodxonlik bayrami tashkil qilindi. Barchangizni mana bugungi bayram bilan tabriklayman va bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Kelganingizda o'qishni, yozishni bilmasdingiz. Faqatgina kitoblardagi rasmlarnigina tomosha qilardingiz. Bugun esa savodxonsiz. Kitobda nima yozilganini bilib oldingiz. Bugun esa bayram. Savodxonlik bayramingiz muborak bo'lsin, aziz bolajonlarim. Salom, ish boshidir intizom, mehmonlarga chin dildan deymiz salom, assalom. Assalom otajonlar, assalom onajonlar, salomini yo'llaydi sizlarga bolajonlar. Bugun bizning maktabda juda katta tantana, bilimini namoyish qiladi har bir bola. Ustozlarning o'gitin dilimizga joylaylik, dilda hayajon bilan bayramimiz boshladik. Salom bolalar. Ona
Qani ko'raylikchi, bolalar harflarni tanisharmikin? Bir alifbodan 30 ta do'stimiz bor. Bizlarning alifboda. Alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, odamlardek so'zlaydi. Rahmat sizga bolajonlar. Rahmat senga alifbe. Birin-ketin chiqib ko'z, harflar aytmoq istar so'z. Tovushlar tilga kirsin.
Matematikada o'zim, qiyosda so'zim, raqamlardan boshlanib, tinglasangizga so'zim, 10 ta raqam yomenda kerak deman har yerda. Aqlingizni chaqmayman, har misol har amalda. Men sizga do'st bo'laman, mandan ham do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib, to'rt amalni bilaman. Dastaman kendasiga. Oyim xursand bo'lar kandil. Olsam agar 5 bog'o parfum, badal ko'ngli to'lar kandil. Oyim hayron bo'lib qoldi-yo, boshdan oyoq nazar soldi-yo. Shubhaga ham borib qoldi-yo, rostdan dast qilarmi kandil? Dast qilaman men, 5 olaman men. Endi aqlli bola bo'la olaman men. Dast qilaman men, 5 olaman men. Endi aqlli bola bo'la olaman men. Hamma hal erkin
Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida sahna tomosha qilamiz. Marhamat. Vaalaykum assalom Alisher. Nima ish bilan mashg'ul sen toychog'im? Ishga safar keltirdim. Judayam yoqdi, juda chiroyli o'yinchoq ekan. Toychog'im bor, o'rtoqlaring bilan o'ynagin. Otajon, menga yana qiziq xabar keltirib bering. Men o'yinchoq o'ynashdan ko'ra kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Barakalla, dilimni donishmand bola bo'ldi. Men kitoblar ko'rolmaydi. Hozir esa o'yinchoqni bolalarga ko'rsat. Xo'p bo'ladi otajon. Bu aql va zakovati bilan Alisher olim bo'ladi yoki shoir bo'ladi. Inshaalloh yomon ko'zda yaratganlik uzashtirsin. Tantanamiz sababchisi bo'lgan aziz bolajonlarimizni ko'rib ko'zimiz yashnaydi. Qanday dono, ziyrak o'quvchi bo'libsizlar. Albatta bugungi bayram tantana shu aziz ustozlarimizning tinmay qilgan hayot mehnat natijasidir. Qizlar ijrosida ustozlar bor bo'linglar, sizga beramiz.
muassasasi bilan chin xizmatlar o'qiyman. Qolaversa kelayotgan yangilarimiz bilan tayyorlayman. Barcha o'quvchilarga tabriklayman. Endi esa Samarqand qo'riqxonasida topshirishni ruxsat bersangiz. Abdukarimova Bonu. Shu chamaning bunchasiman, ishonganing ertasiman, yurtimiz bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman, yurtimiz bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman. Guli esa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Guli esa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor, farzandlaring O'zbekiston. O'zbekistonim, ona diyorim, sen mehribonim, O'zbekistonim. A'lo o'qib ulg'ayamiz, ishonchingni biz oqlaymiz, mehnat bilan kamol topib vatan seni ardoqlaymiz. Har nafasda, har qadamda cheksiz mehringni sezamiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Guli esa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Guli esa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor, farzandlaring O'zbekiston. O'zbekistonim, ona diyorim, sen mehribonim, O'zbekistonim, O'zbekistonim, ona diyorim, sen mehribonim, O'zbekistonim. Umid nihollaridan biri go'zal bog' unajak, barkamol avlodlarni kutar yorug' kelajak. Tinch bo'lsa osmonimiz, nur sochar oftobimiz,
bor yoshligimiz bo'lib yashar kamalak kamalak. Bugungi bizning bayramimizga yana ko'plab mehmonlar tashrif buyurishibdi. Bu mehmonlar bizga uzoq shimoldan kelishibdi. Hozir shu mehmonlarni davramizga taklif etamiz. Marhamat, aziz mehmonlar. Salom aziz mehmonlar. Sizdan yurak shodonlar. Qo'shiqlar yangrayversin, kuylar jaranglayversin. Davramizga marhabo kelaversin qorbobo. Sizlarni ko'rish uchun uzoq yerlardan, tog' toshlardan kelyapman. Sizlarga sovg'a bermoqchiman. Hammangiz bu yil yaxshi o'qidingizmi? Yomon bola bo'lmadingizmi? Hamma sovg'a olgisi keladimi? She'rlar bilasizlarmi? Unda she'rlarni aytib, menga she'r aytib berasizlar, sizlarga sovg'a beraman. Jajji bolajonlar, bugungi maktabga kelgandagi ilk bayramlarimiz bo'lsin bolajonlarim. Ana shu yerda qanday bugun ishtirok eta olgan bo'lsalar, hayoti davomida
sohalarda ishtirok etib yuraversin. Mana 2026-yil ham eshik qalib turibdi. Mana Qorboboning kelgani ham davraga bir yaxshilik bo'lsin. 26-yil bir barakalar bilan kelsin, sog'lik, omonliklar bilan kelsin Xudoyim. Hurmatli otajonlar, onajonlar, mana bugun bolalarimiz ne tilaklar deb turgan bo'lsa, shunchaki bolajonlarimiz hayotda yaxshi a'lo baholarga o'qib yetadigan sportlarni olib kelganda sizlar bilan faxrlanadi. Sizlarning xatoingizni albatta bizlar ham bor. Shuning uchun hammamiz faxrlanib shu bolajonlarimiz bilan yaxshi kunlarda bir dasturxon boshida o'tiraylik. 26-yilda sog'lik, omonliklar kelib kelsin, yaxshilik bo'lsin. Qarang, hurmatli onajonlar, yoshlar, uchoqlardan bilmaylar bor ekan bo'lgan. Shu yosh onajonlarga iltimos qilaman. Bola qancha yaxshi o'zlashadi, asosida ko'proq ishlashsangiz, niyatlar bor, bolasini ishlaydi, olib boradi. Mana hayotda bolasini yaxshilab, biroq kimga şu bolalarımıza ahmet bilinen, gelecekte bilimli, ahmet bizler bolalarımız yetişsin. Heminizi yeni yıl bilen tebrikliyim. Tebrikliyim bolalarımızla. Ömürler uzak okuyun, ustazlarına rahmet, muhabbet sanalarına rahmet. Şu perzentlerimiz üniversitelere girip bilimli perzent olup yetişmekle dilektaşıman hemesi sağ salamet oynap yürütüyle bolalarımız. Yeni yıl bile hemeniz tebrikliyim. Başka Ahmet Alkiyesi 2026 yıl. Bilimli perzent olup yetiştiler. Atanlara, ceddi babacalar, Kavatalı Beyran'a ekleş Allah'ımız Beyran'a bildiğime, müddet uzak olsun, gelecekte bir yaxşı insaflık, cemiyette bir faydası değil. Yabalık olsunlar, ustazlara, tek tarafta ve sana güç kuvvet versin, herkese rahmet. Müddet uzak olsun Allah'ımızın. Kıymetli vaxtlarınızda emaslar, şu farzandlik istiqbolini qilish uchun tashrif buyurganingiz uchun chuqur o'z nomidan minnatdorchilik bildiraman. Bu bayramni o'tkazishda sizlarning ham hissangiz katta. Shu bilan birga men sizlardan uzr so'rayman. Nasosib bo'ldi, sizlardan men o'ylarim salgina, sizlardan neki
arzularımız olsa, şular hammasi amalga oshsin. Kelgusida ular o'qimishli, bilimli, odobli farzandlar yetishsin. Shu bilan savodxonlik bayrami